Assalomu alaykum. Boshimga erishgan to'ycham. Mehrim molida yagona insonim. Marhum Sabr odamdan qolgan omonatgina gavharim. Ushbu e'zoz, ushbu ehtiromni qizingiz bo'lmish, ko'zdek yosh bilan turgan va sizni sog'inib, o'z sog'inchlik salomlarini aytgan Maftunaxon kuyovingiz Ferozbek nomidan qabul etgaysiz. Yerdagi farishta, bardoshda mehrda yagona insonim. Bugun biz dunyodagi chiroyli, samimiy samimiyatlarimizda yuragimiz ostiga tugib, mehr bog'idagi mehrli guldastalarning oldida sizga o'z sog'inchli salomnomalarimiz, dildagi dil so'zlarimizni olib keldik. Aslida bugun Ferozbek kuyovingiz qaynonamga bir ta'rif bering. Ular bevaqo ekan. Ularning egindagi qo'ylalari sabrdan kelgan. Ular aslida dunyolar ichida dunyo hamdir. Lekin marhum qaynotam Sabrotadan so'ng farzandlarini o'z yemi yedirib, hattoki butun bir umrini halol mehnatda o'tkazdi. Meni yonimda Maftunaxon deb ayvonim bor. Bugun nabiralari Firdavsjon hamda Jaloliddin, Shukronaxon, Muslimaxon bujilarni juda ham qattiq sog'ingan emishlar. Mana shu bujilar uloqim dunyo turguncha tursinlar. Bilaman, aslida bugun mehrda o'zgacha bir yagona va borlig'ini qadrlashga tayyor bo'lgan onajonim bizni boshimizga sog' bo'lsinlar. Onajon, farzandlaringizdan rozimisiz? Demak, Latofatxon, ularning turmush o'rtoqlari Boymurodjon, Feruzaxon bilan Jasurbek. Lekin sizga oltin qanot bo'lgan va butun bir umr qo'llaringizga suv qo'yayotgan bu Samarqandjon suyukli keliningiz Zuhraxondirlar.
Qani azizlarim, onalarning eng go'zali ko'ryapsizmi? Bu sizni onangiz. Ko'zga sirtingizlarning jonim onamdek. Yagona ham, bitta-yu bir dona ham sizni duo bilan siylab, ertayu kech o'ylatilar. Demak, ularni bag'ringizga bosib, bir o'ynatib, kuldirib bersangiz, qani? Marhamat. Onalarning eng go'zali man onam, ko'zga suray kislar, jonim onam. Onalarning eng go'zali man onam, ko'zga suray kislar, jonim onam. So'zlari durdonagina, bitta-yu bir donagina, so'zlari durdonagina, bitta-yu bir donagina, boshimda parmonagina, jonim onam. Boshimda parmonagina, jonim onam. Onalarni mehriboni man onam, ko'zlarida sevgi bor, jonim onam. Onalarni mehriboni man onam, ko'zlarida sevgi bor, jonim onam. Gündüz babamına bilmegenim, güler kışın gece gündüz babamına bilmegenim. Onalarning eng go'zali man onam, ko'zga suray kislar, jonim onam. Onalarning eng go'zali man onam, ko'zga suray kislar, jonim onam.
Onajon bilan ismo. Mehringiz oldida egib boshimni. Allohdan umringiz so'rayman doim. Qalbimda joy olgan aziz onajonim, Allohim panohida bo'lingiz doim. Kelamiz hozir qizingiz. Aslida Maqtulxon aytdilarki, bilaman Toshkent uzoq emas. Lekin o'yim, joyim, bolam ro'zg'orim, turmushning ham mushkul zarbalari bor. Men Allohga shukr, sizdek onaning farzandi bo'lganligidan juda ham baxtliman. Siz men uchun bardoshi yagona-yu sabri yagona. To hanuz biz to'rtta farzand boshlamadan parvona. Bugun shukrona kuningizda ham ko'zingiz kuladi, kipringiz nam. Lekin butun bir umr ichidagi dardini Allohdan boshqaga aytmagan onamsiz. Onajon, men ham yuribman yurt kezib, dunyo kezib. Bugun faqatgina siz tushunasiz. Biz hozir Shodiyona tortini Maqtulxonning nomidan ushbu qo'shiq asosida ifodalab berganmiz. Sekin-sekin tortni qani opa-singillar olib keladilar. Latofatxon, Feruzaxon, o'rtada Samarqandjon hamda Birato'la bugun davramizda turgan qo'shiqchilar bilan. Qani, marhamat. Ko'z yoshim sekin aytaman, 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 aytaman. Dunyo yurgan qanday men aytaman, 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 aytaman. Ko'z yoshlarim sekin aytaman. Qani endi birgalikda onajonimizni baxtli qilamiz, tabriklaymiz. Borlarga shukr, sotadirim jannatim, bor obro'yim savlatim, bahosi yo'q boyligim, o'zimning chiroyligim, jonim onam, jon onam. Qani, marhamat. Birgalikda. Boyiga ohista gulchambar sochib, qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch elchilari turar yo'l bo'ylab, yuragim tubiga mehrni joylab. Hammadan ham ko'proq aslan avaylar, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man, onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa onamni eng baxtli ayol qilaman. Man, onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa onamni eng baxtli ayol qilaman. Birgalikda tabriklaymiz. Onajonimni agenda kelinlari Zuhraxon va eng katta qizlari Latofatxon tabriklamoqi kerak. Qani, marhamat. Assalomu alaykum. Kelgan hammalaringizga rahmat. Ilohim ayam yuzlarga kirib, nasib bo'lsa bu yillar shu vaqtlar haj qilishni Allohimdan niyat qilib so'rab olamiz. Hajlarga borishdi. Nasib bo'lsa ayam baxtimizga sog' bo'lsinlar, yuzlarga kirsinlar. Yomon kunlari shunday bo'lsin. Ayajonim yomon azoblaydilar. Bizlarni deb ko'p azoblaydilar. Endi bu yog'i rohat bo'lib, Xudo bo'lsa hojona bo'lish nasib qilsa, ayajon yig'lamang, yuzga kiring. Zuhraxon, nimagadir bo'lsa ham maqtanar ekansiz. Ular aytadilarki, meni qaynonam tillo deb maqtandilar. Men hayratda qoldim. O'zimdan ham ko'p sevgan oftobim bor, oyim bor. Ertamda yonib kelgan jonkarim qaynonam bor. Ko'zlarimni nurlari, menda nurli olam bor. Dunyolarning hurlari, farishtadek qaynonam bor dedilar. Bu maqtovga loyiq qaynona ekansiz. Marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Oyijon, baxtimizga doim sog' bo'ling. Bu yoshlarni yana bittasini ko'ring, ilohim.
aytdilarki, onam bitta chiroyli raqsga tushsalar, onam raqsga tushishni juda ham yaxshi ko'radilar. Onam raqsga tushishdan oldin meni akam Latif otabo'mni ukasi bor. Lekin shunday ekan menga ham aka, ular ham ukalar. Chunki otamdan so'ng suyanchim onamni bag'rlariga qattiq bosib beradilar va keyin bitta chiroyli qo'shiq o'ynab beradilar. Qani, hozir bir bora bo'lsa-da yonlariga bir to'la qani, Feruzaxon, bir to'la turib olasiz. Okangizni bag'risiga bosing, agar Sobir otamni sog'ingan bo'lsangiz. Qani, ketdik. Ukam, ukam, jonim, ukam, mana mehribonim, ukam. Ukam, ukam, jonim, ukam, o'zing qadrdonim, ukam, 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 jonim, ukam, mana mehribonim, ukam. Ukam, ukam, jonim, ukam, o'zing qadrdonim, ukam. Samandarchi, erkak kishi bo'g'zidan gapni chiqarolmaydi. Turmushda mushkul zarbalarni yelkangizda kuylab beradi, kelaveradi. Bo'lganda farzandlar bir joyda omonatchilik qilish. Lekin hamma sizga rahmat. Onangizga ataylab dasturxon yozibsiz. Mizg'unib bo'lsa-da, hayotning qiyin tarishlarida onangizni bergustlariga rozi qilibsiz. Avvalambor, ro'za Ramazon kunlarida onangiz Allohimga banda, Rasulimga ummat bo'ldilar. Xudoyimga aytganingiz bor ekan. Allohim sizni yaraqasin. Bu qilingan ihsonlaringiz hurmatiga qo'li ochiq, eng katta ihson beradigan boylar qatoriga turing. Qani, onajoningizni bir o'ynatib ko'ramiz. Qaysi quralayga bir o'ynaydilarmi yoki Alyonushkami? Zo'rda quralayga qo'ysinlar. Qani, torni ol bolamiz, onamiz bilan birgalikda bir mazza qilib o'ynab kelamiz. Marhamat. Onajonim, endi biz bilan xayrlashsak. Biz o'ylaymizki, bugun bo'yingizga xista gulchambarni sochgan bu o'g'il qizlar inshaalloh iymonli. Bergan tuzingizni oqlar. O'zi olisda bo'lsa-da, Maftunaxon shunchalar orzu qilar edimki, mening onam degan loyihaga onamning men ham ko'rishdi. Onam faqat yig'lamasinlar, men ro'zg'orim bilan tinchman. Kuyovlar juda ham yaxshi, saxovatpesha. Agar ihson qilmoqchi bo'lsang, birinchi onangga va yana onangga va yana onangga qil, orttirgan jigarlarga alondan keyin qo'ni qo'shilganlar. Meni esa begim bo'lmish Feroz akam birinchi qaynonlardan boshladilar. Alloh Firozbekka o'xshagan aqli raso kuyovlar ko'paysin, umringizga Robbim barakatli umr, rizqingiz yesa bundan-da chiroyli ulug' bo'lsin. Samandarchi va'da beryaptilar, topganim onamniki, farzandlarimniki. Xudo xohlasa, Allohning o'ylariga bir olbosh niyatlarim bor. Meni otamga hech narsa qilib o'ldirganim yo'q. Lekin onamga qilganim bugun dasturxonga to'la to'kinchilik va mana shuncha insonlarning og'zini ochib, ro'za amallarini bajardim. Allohim oltin boshingiz omon bo'lsin. Salomat bo'ling.